Do'konlarda nima yangilik deb so'rayotganlarga hozir sizlarga santexnika do'konimizdagi yangiliklardan biri, ya'ni Xitoydan toza original bo'lgan mebelliklarimizni ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganingizdek ko'zga ham o'ta ideal holatda dizaynda ishlab chiqarilgan, haroratni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari vaqtni ham sozlab qo'yishingiz mumkin. O'zining mana bunday ikkita sensorli tugmachasi bor. Ya'ni bu tugma orqali siz oynani parlashini oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Undan esa ko'pchilikka ma'lum, oynadagi svetni o'chirib yoqishingiz mumkin. Mebelniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'zining smestitellari ham original, ideal holatda bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Rakovinasi umuman defekti yo'q. Toza Xitoy original mahsulotlari, dog' ushlamaydi. Har qanaqangi bir vaqtdan keyin sarg'ayib ham qolmaydi. Shunisiga ham e'tibor berishingiz mumkin. Mebelingiz ham displeydan qilinmagan. O'zingizga bunday ikkita tortmasi mavjud. Sovunda ham, suyuq shampunda ham yuvishingiz mumkin bo'ladi. Ustidagi mana bu narsa ko'chib ketmaydi. Bunisiga ham kafolat bor. Bemalol pastga nomerlarni qoldirib o'taman, aloqaga chiqishingiz mumkin.